Imona va Yasina ismlari haqida. Bolalarga Imona yoki Yasina deb ism qo'yish joizmi? Shunga oydinlik kiritib bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Arab tilida iymon degan so'z ishonch, tasdiq ma'nolarini bildiradi. Yasin kalimasi esa Qur'oni Karimda sura nomi bo'lib kelgan. Ulamolarimiz Yasinning ma'nosi Alloh taologagina ma'lum ekanini ta'kidlashgan. Ushbu ikki kalimaga a qo'shimchasini qo'shib Imona yoxud Yasina deyish lug'at jihatidan so'zni noto'g'ri ishlatish hisoblanadi. Shunga ko'ra farzandlarga bulardan boshqa ismlarni qo'yish tavsiya etiladi. Zero hadis shariflarda farzandga chiroyli ism qo'yishga targ'ib qilingan. Abu Dardo roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomat kunida o'z ismlaringiz va otalaringiz ismlari bilan chaqirilasizlar. Shuning uchun chiroyli ism qo'yinglar deganlar. Imom Ahmad, Abu Dovud, Ibn Hibbon va Tabaroniy rivoyati. Vallohu a'lam.